Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu Kalmar o'yini serialining 2-mavsumi. Bo'ynigacha qarzga botgan odamlar milliardlarni qo'lga kiritish uchun o'limga ham rozi bo'lishmoqda. Birinchi o'yinda g'olib bo'lgan Son Gi-hun hammasi tugadi deb o'ylab qizi oldiga Amerikaga uchib ketayotganda to'satdan o'yin eltuvchisi yana bir bechorani o'yinga taklif qilayotganligini ko'rib qoladi va tashkilotchilarni fosh qilish uchun qolishga qaror qiladi. Ayni damda detektiv Junho ham o'ziga keladi. U akasi Inhoni izlab orolga borganida, ammo uning o'zi o'yinning bir qismi bo'lib chiqqandi. Oradan 2 yil o'tgach, Junho Gai bo'lib ishini davom ettiradi, biroq orolni izlashdan to'xtamaydi. Butun boshli motelni sotib olgan Gi-hun kallakesarlar boshlig'i Kim bilan uchrashib, o'yinga odamlarni yo'llovchi eltuvchini topishda yordam berishlarini va agar uni qo'lga olishsa, yaxshigina haq to'lashini ma'lum qiladi. Kim va uning yordamchisi Vusoklar barcha odamlarni yig'ib, eltuvchini topish uchun katta operatsiya boshlashadi. Ular butun shahardagi barcha metro stansiyalarga tushib, ularga tushuntirilgan odamni izlashni boshlashadi, biroq bir necha kun vaqtlari bekor ketadi. Ammo kunlardan birida ular eltuvchi nochor odam bilan shapaloq o'yinni o'ynayotganligini ko'rib qolishadi. U ketganidan so'ng uning ortidan tushishadi va bu haqida Gi-hunga xabar qilishadi. Ayni damda Myung-giga homilador sevgilisi Junhi qo'ng'iroq qiladi, biroq yigit javob bermaydi. Abort qildirgani kelgan qiz unga ham berilgan taklifnomani ko'rib, fikridan qaytadi. Shoshib ketayotgan Gi-hunni Gailar to'xtatishadi. Junho bu safar haydovchini tekshirgani ishga yangi kelgan sherigini jo'natadi va Gi-hunga jarima yozishi bilan u ketib qoladi. Haydovchining janjal ko'tarmaganligidan hayron qolgan Gi-hun uning ma'lumotlarini tekshirib, uni tanib qoladi va ma'lumotlarni tekshirgach, qayerda yashashini bilib oladi. Ayni damda kallakesarlar eltuvchini ta'qib qilisharkan uni ko'zdan qochirib qo'yishadi va kutilmagan zarbadan pachaqlari chiqadi. Bir necha daqiqadan so'ng Gi-hun ham yetib keladi, biroq yo'qolgan odamlarning pichog'idan tashqari hech nimani topa olmaydi. Uni eltuvchi yuqoridan kuzatib turardi. Bundan so'ng sheriklarni notanish joyga olib kelib bog'lab qo'ygan eltuvchi ularni rus ruletkasini o'ynashga majbur qiladi va oqibatda Kim mag'lub bo'ladi. Buni ko'rib qo'rqib ketgan Vusok sayrashga majbur bo'ladi. Motelga qaytib kelgan Gi-hunni eltuvchi kutib oladi. U o'zi ham oddiy o'yinchi bo'lib, bu o'yinga qo'shilganligini va g'olib bo'lgach, shu lavozimga ko'tarilib kelganligini ma'lum qiladi. Gi-hun undan uni o'yin tashkilotchilari oldiga olib borishni talab qiladi va eltuvchi bunga javoban uni o'ldira olsagina manzil yozilgan tashrifnomani olishi mumkinligini aytib, ruletka o'ynashni taklif qiladi. Oldiniga har ikkisiga ham omad keladi, biroq o'q eltuvchining jag' ostida otilib uni o'ldiradi. Uning cho'ntaklarini titgan Gi-hun tashrifnomani topadi. Ayni damda motelga bostirib kirgan Gi-hunni qo'lga oladi va endi kishan taqmoqchi bo'lganida paydo bo'lgan Vusok uni hushidan ketkizadi. Tashrifnomani ko'zdan kechirgan Gi-hun 31-oktyabr va uchrashuv manzilini ko'radi. Junho o'ziga kelganida ular o'yinni to'xtatish uchun birga ishlashga qaror qilishadi. Vusok ham xo'jayini uchun qasos olishga qaror qiladi. Ularga yutgan pullari va sotib olgan qurollarni ko'rsatgan Gi-hun motelda barpo qilgan tayyorgarlik zaliga olib boradi. Xiyobon parkovkasidagi mashinasida uxlab yotgan No-Eulni uyg'otgan politsiyachi boshqa bu hol qaytarilmasin deya ogohlantiradi. Ertasi kuni qo'g'irchoqlar kiyimini kiyib, bog'da bolalarning ko'nglini olgan qiz ulardan biridan o'zi va u tasvirlangan suratni oladi. Ishdan chiqib yiqqan pullarni Shimoliy Koreyada qolib ketgan qizini topishda yordam berishi uchun mas'ul xodimga olib boradi. Biroq u oldin ham bu ishni qilgan bo'lsa-da foyda chiqmaganligi sabab ortiq boshini og'ritishni istamasdi. Shu kuni tunda yangi eltuvchi unga o'yin taklifnomasini keltiradi. Ertasi kuni ishdan bo'shagan qiz taklifnomadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'yinda ishtirok etishga rozi bo'ladi. Ayni damda tishidan ayrilgan Gi-hun uning o'rniga kuzatuv mayoqchasi o'rnatilgan sun'iy tishni o'rnatadi. Bu vaqtda kallakesarlar guruhi sirli xonada quroldan o'q uzish bo'yicha dars o'tishayotgan edi. Uchrashuv kuni kelganida barcha Halloween nishonlanayotgan klubga yetib keladi. Gi-hun va Vusoklar klubni ko'zdan kechirishayotganda Junho tashqarida qorovullik qiladi. U to'satdan o'yin qorovullari kiyimini kiygan ikkita odamni ko'rib qoladi va tezda ortlaridan tushadi. Ammo kech qolgandi. Ulardan biri Vusokni hushidan ketkizadi. Ikkinchisi esa Gi-hunga ortidan kelishni buyuradi. Vusokning hushida emasligini ko'rgan Junho mayoq orqali Gi-hunning qayerga ketayotganligini ko'radi va yollanma askarlarni ogohlantiradi. Gi-hunni o'yin tashkilotchisi o'tirgan limuzinga mindirishadi va yollanma askarlar ularning ortlaridan tushishadi. Tashkilotchi qo'g'irchoq orqali Gi-hun bilan gaplasharkan, o'yinni to'xtatishdan bosh tortadi. Ular kimsasiz ko'chaga kirishlari bilan ularni poylab turgan snayperlar yollanma askarlarning mashinasi g'ildiraklarini teshib tashlashadi. Buni payqagan Gi-hun boshqa iloji yo'qligini anglagan holda yana o'yinda ishtirok etishdan boshqa iloji yo'qligini tushunadi va uni o'yinga qaytarishlarini so'raydi. Va shunday qilishadi ham.
Ayni damda yuk mashinalari o'yin qo'riqchilarini olib ketgani kelishadi va ular orasida Noil ham bor edi. Ertasi kuni Vusok va Junholar Pakning kemasiga o'tirib, Gihunning ortidan yo'lga chiqishadi. Bu paytda Gihun yangi o'yinchilar bilan o'sha eski o'yin maydonida ko'zlarini ochadi. Unga bu safar ham 456-raqamni berishgandi. Zalga kirgan qorovullar o'yinchilarga o'yin qoidalari va bu yerda 6 kun mobaynida o'yin o'ynab, g'olib bo'lgan inson katta miqdordagi pul yutug'ini qo'lga kiritishi mumkinligini tushuntirishadi. Ammo bu safar o'yinchilar har o'yindan so'ng o'yinda qolish yoki ketishni ovoz berish yo'li orqali hal qilishlari mumkin edi. Myongi uning telefoni qayerdaligini so'rab protest qilib qoladi va bunga javoban unga yutqizgan videosini qo'yib berishadi va bu yerga kelmasdan oldin YouTuber bo'lganligini va yangi chiqqan kriptovalyutaga obunachilarni pul tikishga undab, oxirida bankrot bo'lib ketganligini ma'lum qilishadi. Qolganlar ham norozilik bildirishni boshlashlari bilan ularga nisbatan ham anchagina kompromatlarni ko'rsatishadi va barcha og'iz ochishdan qo'rqib qoladi. Yuqoridan qapilga tushirishadi va uning ichiga har o'yindan so'ng pul yutuqlari solinishini aytishadi. Umumiy summa esa o'yin oxirida 45 milliard wonga teng bo'lardi. To'satdan Yonsik bu o'yinda onasi Gyumja ham o'ynayotganligini ko'rib qolib shovqin qila boshlaydi. Bundan so'ng o'yin shartlariga rozilik shartnomasiga qo'l qo'yishadi. Myongining oldiga kelgan obunachilar bo'lmish Namgyu va Tanis ismli chala reperlar. Undan u sabab kriptovalyutaga tikib yo'qotgan pullarni qaytarishini talab qilishadi. Ammo Myongi aybini bo'yniga olmaydi. Bundan Tanisning jahli chiqadi va sal qolsa janjal boshlanardi. Barcha shartnomaga qo'l qo'ygach, suratga olish maydoniga olib o'tiladi. Gihun eski do'sti Junbay ham shu yerda ekanligini ko'rib hayratga tushadi va nima bo'lishidan qat'iy nazar undan uzoqlashmaslikni so'raydi. Ayni damda Junho va uning odamlari mayoq ortidan kelib uni orollardan birida aniqlashadi va dron uchirishadi. Orolda baliqchidan tashqari hech kim yo'q edi. Guruh uni tezda qo'lga olishadi va narsalar orasidan mayoqchani topishadi. O'yin tashkilotchilari uni Gihundan olib, uni baliqchining narsalari orasiga tashlab ketishgandi. Ko'p o'tmasdan o'yinchilarni ulkan qo'g'irchoq kutayotgan hovliga olib chiqishadi. Do'stlari haligacha kelmaganliklaridan xavotirlana boshlagan Gihun tishidagi mayoqni tekshirib ko'radi va uning joyida emasligini ko'rgach, endi ortga yo'l yo'qligini tushunadi. Ularni nima kutayotganligini bilgan Gihun tezda oldinga chiqib, barchaga belgilangan vaqtda qizil chiziqni bosib o'tishlari kerakligini va faqatgina qo'rchoq yashil chiroq degandagina harakatlanishlari lozimligini, aks holda otib o'ldirilishlarini ma'lum qiladi. Ammo unga ishonishmaydi. Tashkilotchi o'yinni boshlashni buyuradi va Gihun barchani qutqarib qolish uchun qattiq harakat qiladi. O'yinchilar Gihunning ko'rsatmalariga amal qilgan holda oldiniga anchagina yo'lni yo'qotishlarsiz bosib o'tishadi, biroq Tanis oldidagi qizga bo'ynida ari turganligini aytgach, qo'rqib ketgan qiz harakatlanadi va shu onda peshonasidan ochiladi. Buni ko'rib qo'rqqan odamlar qochishni boshlashadi va shu onda asfala sofiniga ravona bo'lishadi. Gihun barchaga joylardan qimirlamaslikni buyuradi, biroq qo'rqqan o'yinchilar birin-ketin o'yindan chetlatilishadi. O'yin davom etadi va Gihun barchaga o'zidan kattaroq odamning ortida berkinib harakatlanishni buyuradi. Imkon tug'ilgan paytda Tanis taqinchog'iga berkitilgan og'u tabletkalardan birini xo'plab oladi. O'yin davom etadi va barcha ketma-ket harakatlanisharkan Tanis ataylab oldidagilarni turtib o'limga mahkum qiladi. Bir necha qadamdan so'ng o'yinchilar chegaradan o'tib olishadi. Birinchi o'yindan so'ng barcha shok holatida o'tirarkan, xonaga kirib kelgan qorovullar 91 ta ishtirokchi halok bo'lib, o'yinda 365 ta ishtirokchi qolganligini xabar qilishadi. Qolgan o'yinchilar ularni qo'yib yuborishni o'tinib so'rashayotgan paytda Gihun shartnomaga muvofiq ovoz berishni yo'lga qo'yishlarini talab qiladi. Ular rozi bo'lishadi, biroq bundan oldin yig'ilgan pul miqdorini ko'rsatishadi. Yig'ilgan pulni barcha o'yinchilarga bo'lishganda unchalik ham ko'p pul yutishmasdi. Ovoz berish boshlanadi va barcha bergan ovozlarga mos ravishda ko'krak belgisini olishadi. Ko'pchilik qolishga qaror qilayotganligini ko'rgan Gihun keyingi o'yin bundanda dahshatliroq bo'lishini barchaga ma'lum qiladi va orada kelishmovchilik boshlangan paytda oxiri oldin ham bu o'yinda ishtirok etib, unda g'olib bo'lganligini tan olishga majbur bo'ladi. Tanis agar u g'olib bo'lgan bo'lsa, demak, qolganlarga ham tirik qolishda yordam berishi mumkinligini aytadi. Qorovullar ortiq ovoz berishga xalaqit bermasligini talab qilishadi. Ovozlar teng keladi va so'nggi ishtirokchi qoladi. U o'yinni davom ettirish uchun ovoz beradi va u tomon bo'lganlar xursand bo'lishadi. Bu ishtirokchi esa Kimsan Inhoning o'zi edi.